Hammaga salom. Bugungi videoda biz Ekapult haqida gaplashamiz. Bu qurilma o'zi nima vazifani bajaradi va u yordamida nima qila olishimizni video davomida o'rganib olamiz. Ekapult bu kichkinagina qurilma. Bu yordamida siz xonadagi barcha pult bilan boshqariladigan texnika jihozlarni telefon orqali boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Ekapult o'zi qanday ishlaydi, pultlarni qanaqa qilib taniydi degan savolga qisqa javob berishga harakat qilaman. Buni xotirasida ko'pgina mashhur bo'lgan brendlarni, har xil jihozlarni, texnikani, pultlari saqlangan bo'ladi. Mabodo agar sizda texnika saqlanmagan bo'lsa, uyingizdagi pult yordamida har bitta tugmani buni xotirasiga saqlab qo'yib, telefon orqali boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Agar menda pult bo'lsa, Ekapultni xarid qilib nima qilaman degan savol tug'ilishi mumkin. Hozir bunga plyus taraflarini aytib ketishga harakat qilamiz. Birinchi plyusi shundayki, bir nechta pultni siz Ekapult yordamida bitta telefonga almashtirgan bo'lasiz. Telefonning xotirasida hamma pultlar bo'ladi va bu pultlar sizga kerak bo'lmaydi. Ikkinchi va eng kerakli bo'lgan plyuslardan bittasi, siz Ekapult yordamida jihozlarni distansion tarzda o'chirib yoqishingiz mumkin. Misol uchun konditsioner. Agar siz ishxonaga ketyapsiz, komfort temperaturani yaratish uchun telefon orqali konditsionerni o'chirib yoqishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi plyus esa Ekapult va Alice yordamida siz jihozlarni ovozli boshqaruv yordamida o'chirib yoqishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi Ekapultni biz ochib sizlarga ko'rsatib beramiz. Undan tashqari Ekapultlarning juda turlari ko'p. Bularni qo'yib ketaman, ko'rishingiz mumkin. Bu Maez brendiga tegishli bo'lgan Wi-Fi protokolida ishlaydigan Ekapult. Undan tashqari Zigbee Matter protokolida ishlaydigan Ekapultlar bor. Buni narxi 130 ming so'm. Undan tashqari Wi-Fi da ishlaydi. Hozir buni ulab sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ko'rib turishingiz mumkin, shunaqa kichkinagina qurilma. Undan tashqari buni provodi chiqadi. Bu provod yordamida biz pitaniya beramiz. Bunga blok pitaniya kerak bo'ladi. Buni ulab turib, xonadagi ko'rinadigan joyga qo'yadigan bo'lsak, jihozlarga bundan nur chiqadi va pultni o'rnida bosib beradi. Blok pitaniyani ulab biz buni yoqib oldik. Hozir ilovaga ulab, konditsioner misolida buni ishlatib ko'rishga harakat qilamiz. Bu Ekapult Maez brendiga tegishli bo'lganiga Maez ilovasini yuklab olamiz va hozir sizlarga birin-ketin ketma-ketlikda hammasini tushuntirib ketaman. Maez ilovasiga biz kirib oldik, plus tugmasini bosamiz. Add device deyapti, yangi qurilmani qo'shish. Bu qidiryapti. Hozir Ekapultni topish kerak. Mabodo topmaydigan bo'lsa, mana bu yerda knopkasi bor, bosib turadigan bo'lsa, chiroq o'chib yonishni boshlaydi. O'chib yonishni boshlagandan keyin mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, Ekapultimiz chiqdi. Buni ustiga bosamiz. Wi-Fi larni so'raydi. Wi-Fi ni mana nomi bilan parolini terib oldik va ulanishni boshlaydi. Hozir ozgina vaqt kutamiz. Ulangandan keyin davom ettiramiz. Ko'rib turishingiz mumkin, Ekapultimiz ulandi. Buni nomini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Biz Ekapult deb nomlaymiz va finish tugmasini bosib qo'shib qo'yamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, bosh menyuda yangi ulagan Ekapultimiz bor. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, qaysidir qurilmani qo'shishni taklif etyapti va add device tugmasini bosib turib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda televizor, keyin TV box, konditsioner, ventilyator, barcha mana shu ko'rib turgan jihozlarni siz ulab turib, Ekapult yordamida telefon orqali boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz konditsioner misolida konditsionerimizni ulab sizlarga ko'rsatib beramiz. Keyingi etapda biz konditsionerni tanlaymiz. Ko'rib turishingiz mumkin, pultni o'zidan birin-ketin bosib turib qo'shishimiz mumkin yoki spiskadagi brendlar orqali o'sha pultimizni qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Biz spiskadagi brendlarni qo'shishga harakat qilamiz. Bunda ko'rib turishingiz mumkin, turli xil brenddagi konditsionerlar bor. Shunaqa bo'lishi mumkin, sizning konditsioneringiz misol uchun Artel yoki bizani mahalliy brendlardan biri bo'ladigan bo'lsa, buni topa olmasligi mumkin. Siz nima qilishingiz mumkin? Bu pultni ChatGPT orqali qaysi pultlar mashhur brendlarni pulti bilan bir xil tushishi mumkinligini bilib olib turib, ulashingiz mumkin bo'ladi. Bizning holatda ham hozir shunaqa bo'lgan. Hozir biz buni GPT orqali so'raymiz va bunga ulashga harakat qilamiz. Chunki ko'pgina brendlar bir-birini pulti bir-biriga tushib ketadi. Bularni hozir sizlarga isbotlab beraman. Bizda mana Artel pulti, Artel yozuvini o'chirib turib, men hozir GPT ga tashlayman. Eslatib ketmoqchiman, boya aytganimdek, agar sizni
jihozingizni pulti agar buni xotirasida bo'lmasa, siz birin-ketin har bitta tugmani bosib turgan holda ulashingiz mumkin bo'ladi. Bizning holatda hozir boshqa brendni pultini qo'shib turib, buni ulashga harakat qilamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, ChatGPT bizga чаще всего такие пульты используются deb Media, AUX, keyin mashhur bo'lgan brendlarning konditsionerlarini berdi. Hozir biz bitta brendni tanlab, ulab ko'ramiz. Agar ishlasa, bu pultni biz qo'sha olamiz. Ishlamasa, birin-ketin har bitta tugmani bosib turib, buni xotirasiga olib ishlatishga harakat qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, AUX yozamiz, misol tariqasida. Ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda o'chirib AUX o'sha brendni tanlaganimdan keyin o'chirib yoqish tugmasi bor. Bu nimaga berilyapti? Tekshirish uchun. Hozir biz bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, men undan oldin ishlatib ko'rib, bunga guvoh bo'lganimdan keyin sizlarga hozir ko'rsatib beryapman. Boshqa brendlarni pulti ham bizani Artel yoki boshqa chiqmagan pultlarga mos kelishi mumkin. Harakat qilib, qidirib, har bitta pultni tekshirib ko'rib, ulashingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin, endi studiyadagi konditsionerni biz telefon orqali, mana bu yerda ham qo'yib ketaman, yoqib o'chirishimiz ham mumkin. Undan tashqari pult yordamida ham yoqib o'chirishimiz ham mumkin bo'ladi. Mabodo agar pult boshqa joyda bo'lsa, siz endi telefon orqali o'chirib yoqishingiz mumkin. Bu yerda issiq sovuqni qanaqa darajada ishlashi va haroratni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Mana 18 gradus. Bu avtomat tarzda sinxronizatsiya bo'lyapti. Ekopult bundan signal jo'natib, konditsionerni boshqaryapti. Undan tashqari boya aytganimdek, ko'rishingiz mumkin, bir nechta qurilmani siz bunga ulab turib, mana shu hamma pultlarni o'rnini telefonga almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham qulay va sizni hayotingizni yanada osonlashtirib beradi. Endi eng qiziqarli bo'lgan joyi ovozli boshqarishni o'rganamiz. Buning uchun bizga Alisa kerak bo'ladi. Hozir Alisaga bu ekopultni ulab turib, konditsionerni ovozli boshqarishni o'rganamiz. Buni ketma-ketligini hozir sizlarga ko'rsatib boraman. Bizga Umnidom ilovasi kerak bo'ladi. Nimagaki, bu yerga biz ulaymiz. Hozir bu yerga mana plus tugmasini bosamiz. Устройство умного дома bor. Biz Maes ilovasiga buni qo'shib oldik, chunki Maes brendiga tegishli. Men undan oldin Maes brendini qo'shgandim, mana ko'rishingiz mumkin. Обновить список устройств deyapti. Обновить список устройств bosganimizdan keyin biz undan oldin qo'shgan mana ekopultimiz chiqadi. Mana Air deb chiqyapti. Srazu ulagan konditsionerimiz yoki televizorimiz bu yerga sinxronizatsiya bo'ladi. Mana konditsioner tugmasini bosamiz, Работа, keyin studiyani men tanlayapman. Aynan qaysi xonada turganligini belgilash kerak bo'ladi. Keyinchalik bizga boshqarishga bu narsa osonlik yaratib beradi. Ko'rishingiz mumkin, konditsionerimiz qo'shildi. Bu yerdan endi Umnidom Salisidan biz bu ilovadan ham yoqib o'chirishimiz mumkin. Ozgina 1 sekund, 2 sekund sekinlik bilan ishlashi mumkin, chunki bu Wi-Fi protokolda ishlaydi, lekin boshqarishingiz mumkin. Distansion tarzda ham bu konditsionerni hozir men o'chirib yoqa olaman. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Graduslari bor, issiq sovug'i bor, увлажнение bor, очищение bor. Har xil funksiyalari ham bu yerda qo'shilgan. Telefon orqali men o'chirib yoqishim mumkin bo'ladi. Bu juda ham qulay. Endi keling, Alisa yordamida biz konditsionerni o'chirib ko'ramiz. O'chirib yoqa olamiz. Hozir konditsioner bizda yoquv. Alisa, выключи кондиционер в студии. Konditsionerimiz o'chdi. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, o'chirildi. Endi konditsionerni biz yoqamiz va ma'lum bir haroratni belgilaymiz. Alisa, включи кондиционер на 20 градусов. Konditsionerimiz yoqildi. Hozir buni boshdan kiramiz. Ko'rib turishingiz mumkin, endi sinxronizatsiya yengillandi. Men boya aytgan 20 gradusni bu to'g'rilab oldi. Undan tashqari konditsionerni yoqdi. Konditsionerimiz yonuv. Endi hozir охлаждениеda turibdi. Hozir biz ista degan funksiyasini yoqamiz. Alisa, включи кондиционер на нагрев. Ko'rishingiz mumkin, srazu o'zgardi. Hozir chiqib qaytadan kiraman. Konditsionerimiz issig'iga o'tdi.
20 gradus issiqga hozir bu isitishni boshlaydi. Juda ham qulay funksiya. Agar siz oshxonada yoki nimadir ish bilan band bo'lsangiz, pultni olishga yoki telefonni olishga qo'lingiz bormasa, Alisa yordamida, ovozli boshqaruv yordamida endi jihozlarni boshqara olishingiz mumkin bo'ladi. Qaranglar, misol uchun siz studiyaga keldingiz va Alisaga Yav Studio deydigan bo'lsangiz, oldingi videolarda biz svetni qo'shdik. Hozir svet bilan konditsionerni yoqilish ssenariysini yaratamiz. Chirog'imizni o'chdi, konditsionerimizni o'chgan. Hozir men studiyaga keldim va Alisaga o'sha boya kelishgandek Yav Studio so'zini aytaman. Alisa, Yav Studio. Ko'rishingiz mumkin, svetimiz yonadi, konditsionerimiz yonadi va biza belgilagan 22 gradus temperaturani bu tekislab beradi va komfort temperaturani saqlaydi. Juda ham qulay. Misol uchun siz keldingiz, pultni qidirmaysiz, chiroqni yoqmaysiz, bitta so'z bilan Yav Studio deydigan bo'lsangiz, konditsioner yoki chiroqni yoqishingiz mumkin. Bu yerda ssenariylarni juda ham ko'p o'zingizni fantaziyangizdan kelib chiqib yaratishingiz mumkin. Har xil so'zlar qo'yishingiz mumkin, sizga qiziq bo'lgan, o'zingizga mos kelgan ssenariyni yozib turib, bularni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, biz javob berishga harakat qilamiz. Undan tashqari Instagramimizga obuna bo'lsanglar, ko'proq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Va eslatib ketmoqchiman, Maya, Sanof, Akara brendlarini biz ofitsialniy distribyutor hisoblanamiz O'zbekiston hududida. Agar sizlarga shularning mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning showroomga tashrif buyuring. Barcha ma'lumotlarga javob olib, xarid qilishingiz mumkin bo'ladi.